Yo'l sohasida ish faoliyatini boshlaganimga 24 yil bo'ldi. Men 30 yoshga to'lgan bo'lsam, bu tashkilotdan boshqa tashkilotga kirib ishlamaganman. Onam ishlagan, onamdan oldin dadam ishlagan, shularga qiziqib bu sohani tanlaganman. Dadam 40 yildan oshiq ishlagan. Bitta joyda. Bahorda ham yog'ingarchilik bor, baribir ishlaymiz, farqi yo'q. Har kuni erta soat 8 dan 5 gacha yo'lda xizmat qilamiz. Shu sohadan mana 3 ta qizimni uzatdim, Allohga shukr. O'g'limni uylantirdim. Xudoga shukr, faqat yo'lda yuramiz, mehnat qilamiz. Keksa yo'lchi aka deb chaqirishadi. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi ham, qarimaydi ham. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Men Xalikova Charoz, Jizzax viloyatida yo'lchilar oilasida tug'ilganman. Dadam 40 yildan ziyod yo'l sohasida ishlab keladilar. Dadamdan tashqari akam, ukam ham shu sohada ishlaydilar. Yoshligimdan shu yo'lchilar oilasida katta bo'lganim uchunmi, shu sohaga juda ham qiziqqanman. Undan tashqari yana shifokorlikka ham qiziqqanman. Maktabni bitirgandan keyin institutga topshirish arafasida maslahatlashganmiz uydagilar bilan. Keyin onam aytganlar, nimaga avtodorojniyga topshirgan, avtomobil yo'llar institutiga shu dadamga o'xshab ishlashimni, shu yo'l sohasida ishlashimni xohlaganlar aka-ukamdan keyin ham. Lekin dadam aytganlar, bunga qarshilik qilganlar. Ertaga shu avtoyo'lni bitirgandan keyin ham xo'jayin ruxsat beradimi, turmush o'rtog'i ruxsat beradimi keyin erkaklar bilan ishlashiga, ishi og'ir deb ruxsat bermaganlar. Keyin men tibbiyot institutiga topshirganman, lekin yiqilganman tibbiyot institutida. Keyin shu Jizzax politexnika institutiga topshirganman. Jizzax politexnika institutida o'qishga kirib, shu yerda turmush o'rtog'im bilan tanishganman. Turmush o'rtog'im bilan shu Jizzax politexnika institutida birga tugatganimizdan keyin biz ham shu sohaga yana ishga kirdik. Avtomobil yo'llar qo'mitasi tarkibida o'z yo'l ko'kalarini ozorlashtirish o'yintar korxonasi bo'lardi. O'shani tarkibida 2018-yil agrokimyo laboratoriyasi o'yintar korxonasi tashkil topilgandi. 2019-yil 3-aprelda o'sha agrokimyo laboratoriyasiga ishga kirganman xodimlar bo'limiga. Bu sohada erishgan yutuqlarimning eng kattasi bu mening jamoam, bu mening hamkasblarim. Men chiqib yo'l qurmayman to'g'ri, lekin shu yo'l quradiganlar bilan birga bitta ishda ishlayotganimdan, bitta tizimda ishlayotganimdan xursandman. Bizning muassasada Charozxon inson resurslarini rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassis bo'lib ishlaydilar. Hozirgi kunda ish faoliyatlari davomida u kishiga bitta izoh beradigan bo'lsak, ishonch deb atash mumkin bu narsani. Sababi ishga bo'lgan mas'uliyati, ya'ni bir ish berilganda yoki topshiriq topshirilganda uni ne to что ish deb qabul qilish, balki o'sha ishni yechimini topish, o'sha ishni vaqtida bajarishlari va o'zlarining faolliklari bilan ajralib turadilar. Ayol kishi sifatida yo'l sohasida ishlashni o'ziga yarasha qiyinchiliklari va yutuqlari bor, albatta. Lekin qiyinchiliklari bilinmaydi, sababi har doim, har safar ayol kishilarni e'zozlashadi, bizda shaxsan. E'zozlashadi, hurmat qilishadi, har qanaqa shart-sharoitlar yaratib berishadi. Uni qanaqadir tadbir yoki bayramlar bo'lishi shart emas, har kuni hurmatdamiz, e'tibordamiz. Yo'l sohasida ishlaydiganlarning jamiyatdagi o'rni juda ham yuqori deb bilaman. Sababi yo'l qurgan odam juda katta savoblar yog'iladi, u hadislarda ham kelgan. Farzandlarimni shu sohada ko'rishni xohlayman, shu sohada ishlashini xohlayman, ayniqsa o'g'limni. Chunki bu ota kasb, bobo kasb. Yana yo'l qurgan odam juda ham katta savobga ega bo'ladi. Men bunda o'zimni otamni ko'raman, akamni ko'raman, ukamni va turmush o'rtog'imni ko'raman. Men ular bilan faxrlanaman. Otamni qizi bo'lganimdan, akamni singlisi bo'lganimdan va ukani opasi shu turmush o'rtog'im ayoli bo'lganidan juda ham faxrlanaman. Va shu sohada, shu tizimda faoliyat yuritib kelayotganimizdan, ishlab kelayotganimizdan juda ham faxrlanaman. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz, ona zamin gapidir siz.